Assalomu alaykum. Savolni o'qiyman. Mashina koordinatalar tekisligining 2 nuqtasida turibdi. Birinchi chorak. Mana rasmda ko'rsatilgan mashina koordinatalar tekisligining 2 nuqtasida turibdi. Mashina uchun quyida ko'rsatilgan animatsiya sozlamalari o'rnatilgan. Animatsiya sozlamalari. Birinchi animatsiyada chapdan o'ngga qarab, ya'ni chapdan o'ngga qarab harakatlanyapti. Ikkinchi animatsiyada yashil yuqorida, qizil pastda turibdi. Yuqoridan pastga qarab harakatlanyapti. Uchinchi animatsiyada yashil nuqta o'ng tarafda turibdi, qizil nuqta chap tarafda turibdi. O'ng tarafdan chap tarafga qarab harakatlanyapti. Keyingi animatsiyada ham yashil nuqta o'ng tarafda, qizil nuqta chap tarafda turibdi. Keyingi animatsiya ham o'ng tarafdan chap tarafga qarab harakatlanadi. Keyingi oxirgi animatsiya yashil nuqta pastda turibdi, qizil nuqta yuqorida turibdi. Pastdan yuqoriga qarab harakatlanadi. Mana shu ko'rinishda animatsiya harakatlari vujudga keladi. Bunda mashina o'z harakatining har soniyasida ikkita katakchani bosib o'tishi ma'lum. Bu animatsiya oynasida ko'rsatilgandek vertikal va gorizontal yo'nalishda harakatlanadi. Mashina bir animatsiyani ijro etib, qaysi nuqtada to'xtasa, keyingi animatsiyada harakatni o'sha nuqtadan davom ettiradi. Mashina eng uzoq vaqt bo'ladigan chorakni toping. Eslatma: choraklar chegarasi 1 zumda bosib o'tiladi deb hisoblang. Animatsiya 1 soniyada ikkita katak bosib o'tadi. Birinchi animatsiyaga qaraydigan bo'lsak, bu 0 dan 2 gacha turibdi. Bu 2 sekund ekan. Demak, 2 sekund. Bu 4 ta katak degani. 4 ta katak. Sanaydigan bo'lsak, 1, 2, 3, 4 ta katak. Ikkinchi animatsiya 2 sekunddan 4 sekundgacha. Demak, bu ham 2 sekund ekan. 2 sekund va bu ham 4 ta katak. Uchinchi animatsiya 5 sekunddan 8 sekundga turibdi. Bu 3 sekund ekan. 3 sekund. Bu 6 ta katak. To'rtinchi animatsiya 9 sekunddan 13 sekundgacha turibdi. Bu 4 sekund ekan. Bu 8 ta katak. Keyingi animatsiya 13 sekunddan 16 sekundgacha turibdi. Bu 3 sekund ekan. Bu ham 6 ta katak. Shunday qilib, mashina harakatini davom ettiradigan bo'lsak, ikkinchi animatsiyada 4 ta katak pastga tushgan. 1, 2, 3, 4 ta katak pastga tushgan. Bu bajarildi, bu bajarildi. Keyingisi 6 ta katak chap tarafga qarab yurgan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta katak chap tarafga qarab yurgan. Bu ham bajarildi. Keyingi animatsiya 4 sekund 8 ta katak davom etgan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta katak. Bu ham bajarildi. Keyingi animatsiya 3 sekund 6 ta katak. Pastdan yuqoriga qarab harakatlangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mashina o'z harakatini shu yerda davom ettiryapti. Savolda aytilgan eng ko'p vaqt bo'lgan chorakni toping degan
eng ko'p vaqt bo'lgan chorak, demak, 3-chorak ekan. E'tiborlaringiz uchun rahmat.